Salom do'stlar, sizlar bilan birgalikda men Erhouse. Bugungi videomizga xush kelibsiz. Sizlar internetda ko'p ko'rayotgan bo'lsalar, italyan brain rotlari esinglardami? Hali tung sahur, ashlar. Hozir shu narsalar haqida ChatGPTdan so'rab ko'ramiz. Xo'sh. Sahur, tung sahur. Nima degani? Tung sahur degani bu odatda saharlik ro'za tutishdan oldingi vaqt kelgani bildiruvchi ovozli ogohlantirishdir. Tung bu baraban yoki boshqa urmali cholg'u asbobingizning ovozini ifodalaydi. Ko'plab musulmon mamlakatlarda, jumladan O'zbekistonda ham qadimgi saharlik vaqtida odamlarni uyg'otish uchun ko'chalarda baraban chalib yurish an'anasi bo'lgan. Shuning uchun bu ibora saharlik uchun uyg'oning, vaqti keldi degan ma'noni anglatadi. Bu ibora hozirda internetda yoki ijtimoiy tarmoqlarda ko'pincha kulgili, nostaljik yoki ramziy tarzda ishlatiladi. Xo'sh, shunda obunachilar bu saharlikni ustidan kulyaptimi? Obunachilar bu saharlikni ustidan kulyapti, tung. Turish saharligi degan. Hozircha buni qanday tushunish o'zingizlarga bog'liq. Men saharligi turish deb taqlid ma'nosida tushundim. Xo'sh. Qani bunisi tallala. Bu so'zlar aniq ma'noga ega bo'lmagan ko'p ohangdor qo'shiq yoki she'r ichida ritm yaratish uchun ishlatiladigan so'zlardir. Bunday so'zlar ko'pincha xalq qo'shiqlari yoki bolalar she'rlarida uchraydi. Emotsional va quvnoq kayfiyatni ifodalaydi. Ohangdorlik yoki ritmik ohang qo'shish uchun ishlatiladi. Ba'zan kulgi, masxaralik yoki hazil kontekstida ham ishlaydi. Agar bu iborani qayerda eshitgan bo'lsangiz, masalan, video, mem, qo'shiqda ham bu memda konteksti bo'yicha ko'proq ma'no chiqishi mumkin. Istasangiz siz eshitgan joyini ayting. Trallaleodan keyin nima deyiladi va uni ma'nosi nima? Trallala yoki shunga o'xshash iboralardan keyin aytiladigan so'zlar odatda ohang yoki ritm davom ettirish uchun bo'ladi. Ya'ni bu so'zlar mazmunga emas, kayfiyat va ohang xizmatini qiladi. Masalan, xalq og'zaki ijodda yoki bolalar qo'shiqlarida quyidagicha davom etib trallala kel o'ynaymiz yoki qizil olma to'koldi dala. Bu yerda trallala va lero kabi so'zlar ritmik. Bu nima degani ekan? Ular ham xuddi kabi ohangdor, lekin ma'nosiz yoki simvolik tarzda aytiladi qo'shiq yoki she'rda. Yaxshi, keyingisi bo'lsa Xo'sh, bombardilo, krokodilo iborasi ko'pincha musiqiy, ritmik. Xo'sh. Uni ma'nosi nima? An'anaviy ma'no yoki so'zlash
Bombadillo krokodilo bu ibora an'anaviy ma'no yoki so'zlashuvdagi aniq izohga ega emas. U ko'pincha ritmik yoki musiqiy element sifatida ishlatiladi va odatda hazil, kulgi yoki ko'ngilochar kontekstlarda uchraydi. Bu kabi iboralar ko'pincha so'z o'yinlari va fantastik absurd kontekstlarda ishlatiladi. Masalan, o'zingizlar o'qib olishingiz mumkin. Men ham o'qiyapman, obunachilar. Yaxshi, bu video hammaga yoqqan bo'lsa, bu video agar sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Hozircha ular haqida so'rab ko'rdik. Birinchisi tum sahur. Menimcha saharning ustidan kulish. Qolganlarini uncha tushunmadim men biroz. Endi bu yog'ini o'zimiz tushunishga harakat qilib ko'ramiz. Bu narsalarga, bu memlarga hech sal ehtiyotkorlik bo'lamiz, chunki bular italyan narsalari va biz Italiya so'zi inglizchaga umuman o'xshamaydi. Agarda siz obunachilarimizdan birontasi Italiya tilini bilsa, bizga bu ma'nolarni yozib oling, iltimos.